Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz ayniqsa siz hurmatli nafaqaxo'rlar uchun g'oyatda muhim va juda ham hayajonli xabar bilan bog'liq. Bilaman, ko'pchiligingizning xayolingizda doimo bir savol bor. Bizning ahvolimiz qachon yaxshilanadi? Pensiyamiz turmush darajasiga yetib boradimi? Afsuski, bugungi kunda ko'plab nafaqaxo'rlarimiz moliyaviy qiyinchiliklar bilan yashashga majbur bo'lishmoqda. Oziq-ovqat narxlari, dori-darmonlar narxi, kommunal to'lovlar bularning barchasi pensiyaning asosiy qismini yutib yuboradi. Ammo bugun men sizga shunday xushxabar aytmoqchimanki, bu butun mamlakatimizdagi har bir nafaqaxo'rning hayotiga bevosita ta'sir qiladi va moliyaviy yukni sezilarli darajada yengillashtiradi. Bu shunchaki kichik o'zgarish emas, balki tizimli va uzoq muddatli yechimdir. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Zero bu xabar har bir nafaqaxo'rga yetib borishi shart. Muammoning mohiyati va hozirgi vaziyat keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik. Ko'p yillar davomida pensiya tizimimiz ma'lum bir tartibga asoslangan edi. Bu esa ko'pchilik hollarda pensiya miqdori mamlakatdagi inflyatsiya darajasiga yetarlicha mos kelmasligiga olib kelardi. Pensiya oshirilishi belgilangan sanalarda amalga oshirilgan bo'lsa-da, bu oshirishlar ko'pincha hayot narxining real o'sish sur'atlaridan ortda qolardi. Natijada nafaqaxo'rlarimizning xarid qobiliyati tobora pasayib borardi. Pensiya hisoblashning eski tartibi ba'zan murakkab bo'lib, odamlar uchun o'zlariga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlarni tushunish yoki ulardan to'g'ri foydalanish qiyin kechardi. Misol uchun ko'p yillar ishlagan, katta mehnat stajiga ega bo'lgan kishilar ham ko'pincha kutganidan ancha kam pensiya olishlariga guvoh bo'lganmiz. Sababi pensiya hisoblashdagi turli xil koeffitsiyentlar o'rtacha ish haqi ma'lumotlari, ba'zan esa arxiv ma'lumotlarining yetishmasligi muammolarni keltirib chiqargan. Bu esa afsuski, ko'plab keksa avlod vakillarida adolatsizlik tuyg'usini uyg'otardi. Hukumat bu muammoni chuqur o'rganib chiqdi. Pensiya tizimini isloh qilish va uni yanada adolatli, shaffof hamda aholi ehtiyojlariga moslashtirish zarurati borligi aniqlandi. Aynan mana shu nuqtai nazardan biz bugun e'lon qilayotgan juda katta o'zgarish amalga oshirildi. Ushbu o'zgarish nafaqaxo'rlar hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim qadam bo'ldi. Endilikda yangi qonunchilikka ko'ra pensiya hisoblashning yanada soddalashtirilgan va adolatli tartibi joriy etildi. Bu nafaqat pensiya miqdorini oshirishni, balki uni har yili inflyatsiya darajasi bilan bog'liq holda avtomatik tarzda indeksatsiya qilishni ham nazarda tutadi. Asosiysi, davlat endilikda har bir nafaqaxo'rning hayot sifatini ta'minlashni o'zining ustuvor vazifalaridan biri deb biladi. Bu yangilik shunchaki ma'muriy chora emas, balki nafaqaxo'rlarga bo'lgan hurmat va g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Bu o'zgarish avvalgi yillarda pensiya hisoblashda yuzaga kelgan ba'zi nomutanosibliklarni ham bartaraf etadi. Shu bilan birga fuqarolarning keksalik davrida munosib turmush kechirish huquqini kafolatlaydi. Birinchi asosiy qism yangiliklar batafsil. Kimga tegishli va kimga tegishli emas. Azizlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Aniq qilib aytganda, hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorga binoan joriy yilning aniq sana masalan iyun yilidan boshlab mamlakatimizdagi barcha turdagi pensiyalar sezilarli darajada oshiriladi va ushbu oshirish pensiyaning minimal miqdoriga bog'liq bo'lmasdan har bir nafaqaxo'rning shaxsiy pensiya miqdoriga mutanosib ravishda amalga oshiriladi. Eng muhim jihat shundaki, pensiyaning o'rtacha oshish darajasi inflyatsiya ko'rsatkichlaridan yuqori bo'lishi belgilandi. Bu degani sizning xarid qobiliyatingiz endi kamaymaydi, aksincha oshadi. Bundan tashqari, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun qo'shimcha imtiyozlar va subsidiyalar joriy etiladi. Bu yangilik faqatgina asosiy pensiyani oluvchilargagina tegishli emas, balki nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi barcha turdagi pensiya oluvchilarga taalluqlidir. Shuningdek, xizmat ko'rsatgan soha faxriylari uchun ham maxsus qo'shimcha to'lovlar nazarda tutilgan. Keling, bir nechta real hayotiy misollar bilan bu yangilikning ahamiyatini tushuntirib beray. Birinchi misol bu Lola. Bu Lola 7 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. Uning oylik pensiyasi hozirda aytaylik 1500 so'm. Bu pensiya bilan u oyga kommunal to'lovlarni to'laydi. Zarur dori-darmonlarni sotib oladi va oziq-ovqat xarajatlarini qoplaydi. Ko'pincha oy oxiriga yaqin puli yetmay qoladi va farzandlardan yordam olishga majbur bo'ladi. Yangi qarorga ko'ra bu Lolaning pensiyasi deylik 20% ga oshiriladi.
Bu degan uning pensiyasi endi 1500 ming so'm. Nulush 1500 ming so'm. Nomdagi taqsim so'mga aylanadi. Bu lola uchun bu 300 ming so'm qo'shimcha mablag' deganidir. Bu summa unga nafaqat oziq-ovqat va dori-darmon xarajatlarini yanada erkinroq qoplash imkoniyatini beradi. Balki nabiralarga kichik sovg'alar olishga, ba'zida teatrga yoki kinoga borishga, hatto kichik bir maishiy texnika xarid qilishga ham yetib ortadi. Eng muhimi, u endi o'zini moliyaviy jihatdan ancha ishonchli his qiladi va farzandlarga yuk bo'lish tuyg'usidan xalos bo'ladi. Bu uning psixologik holatiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Ikkinchi misol, Bobo Aqmal. Bobo Aqmal 75 yoshda Qashqadaryo viloyatida yashaydi. U birinchi guruh nogironi bo'lib, hozirda nogironlik pensiyasi oladi. Aytaylik 1200 million so'm. Unga doimiy ravishda parvarish kerak va ko'plab dori-darmonlar ishlatadi. Yangi qonun nafaqat umumiy pensiya oshishini, balki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha ijtimoiy yordamni ham nazarda tutadi. Faraz Gilaylik uning pensiyasi umumiy oshishga muvofiq 20% ga oshiriladi. Ya'ni 1200 ming so'm, 120 million so'm. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan yangi ijtimoiy himoya jamg'armasidan har oyda qo'shimcha 2,5 million so'm miqdorida maxsus nafaqa belgilanadi. Demak, Bobo Aqmal endi jami 1000 ming so'm plus 2,5 ming so'm, 1690 ming so'm oladi. Bu degani uning oylik daromadi deyarli 1,5 million so'mga oshadi. Bu pul uning tibbiy xarajatlarini qoplashga, parvarish uchun xizmat ko'rsatuvchi shaxsga haq to'lashga yordam beradi va hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu kabi qo'shimcha yordam ayniqsa doimiy tibbiy e'tiborga muhtoj bo'lganlar uchun g'oyatda muhimdir. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki jamiyatning ushbu qatlamga bo'lgan g'amxo'rligini ham ko'rsatadi. Uchinchi misol, ishlayotgan nafaqaxo'r O'lmas aka. O'lmas aka 65 yoshda pensiya yoshiga yetgan bo'lsa-da, o'z kasbi bo'yicha ish faoliyatini davom ettirmoqda. U hozirda ham pensiya, ham oylik maosh oladi. Oldingi tartibga ko'ra, ba'zi hollarda ishlayotgan nafaqaxo'rlarga pensiya oshishi to'liq taalluqli bo'lmasligi yoki ularning pensiyasi qayta hisoblanmasligi mumkin edi. Ammo yangi qonun hujjatlariga asosan ishlayotgan nafaqaxo'rlar ham umumiy pensiya oshishidan to'liq foydalanadilar. Ya'ni ularning pensiyalari ham umumiy tartibda oshiriladi. Qo'shimcha ish haq olishlari bunga to'sqinlik qilmaydi. Masalan, O'lmas akaning pensiyasi 1,7 ming so'm bo'lsa, u ham xuddi bu lola singari 20% ga oshib 2,4 ming so'mga aylanadi. Bu uning oilaviy byudjetiga jiddiy qo'shimcha daromad keltiradi. Bu esa unga o'z xohishiga ko'ra qo'shimcha xarajatlarni qoplash imkonini beradi yoki jamg'arma yaratishga yordam beradi. Bu o'zgarish nafaqat ishlayotgan nafaqaxo'rlarning mehnatini qadrlaydi, balki ularni iqtisodiy faollikda davom etishga ham rag'batlantiradi. Xo'sh, kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida deyarli hech kim xavotirlanishi shart emas, chunki bu o'zgarish avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni sizdan hech qanday hujjat yig'ish yoki ariza yozish talab qilinmaydi. Pensiya jamg'armasi barcha ma'lumotlarni o'zi qayta ishlaydi va yangi pensiya miqdorini belgilangan muddatda sizning hisobingizga o'tkazadi. Biroq shuni ta'kidlash joizki, agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, masalan, bank hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa-yu, siz bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsangiz, unda sizda qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatda albatta pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu xavotirlanish emas, balki oddiy bir ehtiyot chorasi hisoblanadi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Barcha pensiya oluvchilarning mutlaq ko'pchiligi. Agar siz hozirda doimiy ravishda pensiya olib turgan bo'lsangiz va sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda yoki bank rekvizitlarida hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Sizning pensiyangiz avtomatik tarzda oshiriladi va yangi miqdor belgilangan sanada sizning kartangizga yoki pochta orqali yetkaziladi. Davlat buni shaffof va adolatli tarzda amalga oshirishga to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi qonun yoki qarorda bo'lgani kabi, bu yangilikda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Birinchi tuzoq, ma'lumotlarning eskirganligi. Yuqorida aytib o'tganimdek,
Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, masalan, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, ayniqsa ayollar turmush chiqqanlardan keyin familiyalarni o'zgartirishadi yoki bank hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa-yu, siz bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsangiz, pensiya oshish sizga yetib bormasligi mumkin. Bunday holatda pulingizni ola olmasligingiz ehtimoli bor. Bunday vaziyatda xavotirga tushmasdan zudlik bilan pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizning ma'lumotlaringizni yangilab, pensiyangizni to'g'rilab berishadi. Bu sizning pulingiz yo'qolganini anglatmaydi. Shunchaki unga yetib borishda ma'lum to'siq yuzaga kelgan bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, xato hisoblash ehtimoli. Garchi tizim avtomatik va inson omili kam bo'lsa-da, kamdan kam hollarda ma'lumotlar bazasida texnik xatolar yuzaga kelishi mumkin. Agar siz pensiyangiz oshirilishi kerak bo'lgan muddatdan keyin ham o'zgarishni sezmasangiz yoki sizga kelgan summa kutganingizdan ancha kam bo'lsa, bunga befarq bo'lmang. Bu shunchaki kichik bir texnik nosozlik bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ham pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan bog'lanib, vaziyatni aniqlashtirish zarur. Ular sizning arizangizni ko'rib chiqib, qayta hisob-kitobni amalga oshiradilar. O'zingizning huquqlaringizni himoya qilish uchun hushyor bo'ling. 3-noaniq nuans. Boshqa ijtimoiy nafaqalarga ta'siri. Pensiya miqdori oshganda ba'zi nafaqaxo'rlarimizda savol tug'ilishi mumkin. Bu boshqa ijtimoiy nafaqalarga ta'sir qilmaydimi? Haqiqatan ham ayrim ijtimoiy nafaqalar, masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar yoki moddiy yordam pensiya miqdoriga qarab belgilanadi. Agar sizning pensiyangiz sezilarli darajada oshsa, siz boshqa nafaqalar uchun belgilangan daromad chegarasidan oshib ketishingiz mumkin. Bu esa o'z navbatida ba'zi ijtimoiy nafaqalarni olish huquqini yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Biroq bu har doim ham yomon yangilik emas. Chunki pensiya oshish natijasida sizning umumiy daromadingiz baribir oshadi. Garchi ba'zi nafaqalar bekor bo'lsa ham. Bunday holatlarni har bir vaziyatda individual ravishda ko'rib chiqish kerak. Agar siz bunday holatga tushib qolsangiz, fuqarolarning o'zi boshqarish organlari, mahalla fuqarolar yig'ini yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz maqsadga muvofiqdir. Ular sizga qaysi nafaqalarni olishda davom etishingiz va qaysilar bekor bo'lishi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Maxsus kategoriyalar uchun istisnolar, harbiy pensiyachilar, xorijda yashayotgan nafaqaxo'rlar va bir necha pensiya oluvchilar. Harbiy pensiyachilar uchun pensiya hisoblashning o'ziga xos tartibi mavjud bo'lib, ular ushbu umumiy qoidalar bilan birga o'zlarining maxsus qonuniy hujjatlariga asosan oshiriladi. Shu bilan birga ular ham umumiy oshishdan chetda qolmaydilar, ammo aniq foizi boshqacha bo'lishi mumkin. Xorida yashayotgan, ammo O'zbekiston pensiyasini oluvchi fuqarolar uchun ham pensiya oshishi amalga oshiriladi. Biroq ularga pul o'tkazish tartibida ba'zi o'ziga xosliklar bo'lishi mumkin. Bu ular yashayotgan davlat bilan O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvlarga bog'liq. Bir necha pensiya oluvchilar, masalan, ham yoshga doir, ham nogironlik pensiyasini olish imkoniga ega bo'lganlar, ammo qonunan faqat birini tanlaganlar uchun ham tanlangan pensiya turi bo'yicha oshish amalga oshiriladi. Eng muhimi, bu yangilik sizning daromadingizni kamaytirmaydi, aksincha, uni oshiradi. Tuzoq, tezkor pensiya hisoblash xizmatlari. Internetda yoki ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi firibgarlar tezkor pensiya hisoblash, pensiya oshirishga yordam beramiz kabi e'lonlar bilan chiqishlari mumkin. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar avtomatik tarzda va davlat tomonidan amalga oshiriladi. Sizga hech qanday vositachi xizmatlari kerak emas. Bunday shubhali e'lonlarga ishonmang va shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Barcha rasmiy ma'lumotlarni faqat pensiya jamg'armasining rasmiy saytidan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan, my.kukubuz yoki hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlaridan olishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Bu savolning javobi juda oddiy va aniq. Birinchi qadam, pensiyangiz tushganligini tekshiring. Eng avvalo belgilangan sanadan so'ng, ya'ni aniq sanadan keyin o'zingizning bank kartangizga tushgan mablag'ni yoki pochta orqali oladigan pensiya varaqchangizni diqqat bilan tekshiring. U yerda pensiyangizning yangi miqdori ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar siz kartaga oladigan bo'lsangiz, bankomat yoki mobil ilova orqali hisobingizdagi qoldiqni tekshirishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, agar o'zgarishni sezmasangiz yoki pensiya miqdori siz kutganingizdan kam bo'lsa, nima qilish kerak?
Agar yuqorida aytilgan muddatdan keyin ham pensiyangizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa yoki miqdor sizga noto'g'ri tuyulsa, xavotirga tushmang. Balki quyidagi amallarni bajaring. 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda o'zingiz yashaydigan hududdagi fuqarolarning o'zi boshqarish organlari, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Ularda ko'pincha sizga yo'nalish beradigan va dastlabki maslahat beradigan mutaxassislar bo'ladi. Agar mahalla yordam bera olmasa, bevosita O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi sizning asosiy manzilingiz bo'lishi kerak. U yerda malakali mutaxassislar sizning vaziyatingizni o'rganib chiqadi. Shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.uz orqali onlayn murojaat qilish imkoniyati ham mavjud. Bu ayniqsa jismoniy murojaat qilishga qiynaladigan nafaqaxo'rlar uchun qulay yechim. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Bu majburiy hujjat. Pensiya guvohnomasi. Bu sizning pensiya oluvchisi ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiyangiz tushgan bank kartangizning rekvizitlari yoki bank hisob raqami haqidagi ma'lumotnoma. Agar sizga pul kartaga tushgan bo'lsa, agar mavjud bo'lsa, avvalgi pensiya tushumlari haqidagi varaqchalar yoki bank ko'chirmalari. Bu ma'lumotlar hisob kitoblarini solishtirish uchun kerak bo'lishi mumkin. Nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda sizga ariza blankasi beriladi. Unda siz o'zingizning to'liq ism-sharifingizni, pasport ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni va telefon raqamingizni ko'rsatishingiz kerak. Ariza matnida o'z muammongizni aniq va tushunarli qilib bayon etishingiz lozim. Masalan, men ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, pensiya oluvchisi sifatida aniq sanadan boshlab pensiyamning oshirilishi kerakligidan xabardorman. Biroq o'zgartirish sanasi holatiga ko'ra mening pensiyam avvalgi miqdorda qolgan yoki men kutgan miqdordan kamroq tushgan. Ushbu holatni o'rganib chiqishingizni va pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Qo'shimcha sifatida, agar sizning ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, masalan, bank rekvizitlari, bu vaqtda ham arizada ko'rsatib o'ting va tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. 3-qadam. Qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar uchun ariza berish. Agar siz Bobo Akmal misolida keltirilgandek nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz yoki oilangiz ham ta'minlangan toifaga kirib, yangi joriy qilingan qo'shimcha ijtimoiy yordamdan foydalanish huquqiga ega bo'lsangiz, ushbu imtiyozlarni olish uchun alohida ariza berishingiz talab etiladi. Bu jarayon avtomatik berilmagan. Qayerga murojaat qilish kerak? Bu kabi nafaqalar uchun asosan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilinadi. Ular sizning ijtimoiy ahvolingizni o'rganib chiqadilar va tegishli komissiyalar orqali qaror qabul qiladilar. Ba'zi hududlarda ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari ham bu masalalar bilan shug'ullanadi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyidan moliyaviy bo'limdan, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma, bank hisob raqamingiz. Nima yozish kerak? Mahallaga yoziladigan arizada siz o'zingizning ijtimoiy ahvolingizni va nima uchun qo'shimcha yordamga muhtoj ekanligingizni batafsil bayon etishingiz kerak. Misol, men ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, oilangizning umumiy soni kishidan iborat bo'lib, qisqacha oilaviy ahvolingizni tushuntiring. Masalan, nogironlik, yoshi katta, kam daromadli. Yangi qonunchilikka ko'ra ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun belgilangan qo'shimcha nafaqani olish uchun murojaat qilmoqchiman. Ushbu arizamni ko'rib chiqishingizni va menga belgilangan yordamni ajratishingizni so'rayman. Barcha jarayonlarda shaffoflikni ta'minlash va sizning huquqlaringizni to'liq himoya qilish davlatning asosiy vazifasi ekanligini unutmang. Shuning uchun barcha rasmiy kanallar orqali murojaat qilishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz sizga juda muhim va quvonchli xabarni yetkazishga harakat qildik. Pensiya tizimidagi ushbu yirik islohotlar har bir nafaqaxo'rning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan. Bu shunchaki bir martalik aksiya emas, balki keksa avlodimizga munosib hayot
kechirishlari uchun yaratilgan doimiy imkoniyatdir. Esingizda tuting. Davlat sizni unutgan yo'q, aksincha sizning g'amingizni yeyishga va moliyaviy yokingizni yengillashtirishga harakat qilmoqda. Bu o'zgarish nafaqat sizning pensiyangizni oshiradi, balki kelajakka nisbatan ishonchingizni ham mustahkamlaydi. Endi siz nafaqat oziq-ovqat va dori-darmonlarga, balki o'zingizga yoqadigan kichik xaridlarga ham pul topishingiz mumkin. Nabiralaringizga sovg'a olish, o'zingizga qulay kiyim xarid qilish yoki xohlagan kitobni o'qish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu qandaydir katta boylik keltirmasligi mumkin, ammo kundalik hayotingizga yengillik va qulaylik olib keladi. Ushbu xabar butun mamlakatdagi har bir nafaqaxo'rga yetib borishi juda muhim. Shuning uchun iltimos ushbu videoni o'z yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga, barcha nafaqaxo'rlarga ulashing. Telegram orqali, WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilib ularga bu yangilikni ayting. Har bir nafaqaxo'r bu yangilikdan xabardor bo'lishi shart. Ushbu video haqidagi fikrlaringizni va sizda qanday savollar paydo bo'lganini izohlarda yozib qoldiring. Men har bir kommentariyni o'qib chiqaman va imkon qadar savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Unutmang, sizning fikringiz biz uchun juda qimmatli. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelgusida ham sizga faqat foydali va muhim ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va har doim sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.